Ana aql buyuk bir ne'mat. Alloh faqat inson zotiga bergan xolos. Boshqa hayvonotlarda aql yo'q, miya bor. Insonda miya bo'lgan sangari boshqa hayvonotlarda, masalan, eng katta miyalar filda bo'ladi. Kitda bo'ladi, lekin aql yo'q. Demak, gap miyada emas ekan. Aqlda ekan. Ana shu aqli bilan inson o'sha kitni ham ushlaydi. Filni ham o'ynatadi. Arslonni ham, yo'lbarsni ham hammasini ishga solib o'zini manfaatiga ishlatadi. Ana shundan ko'pchilik xalqlar xulosa qilib chiqarib aytadiki, inson baxtga, saodatga erishishi uchun aql bo'lishi kerak. Mana shu aql eng buyuk manba hisoblanadi. Bundan boshqa narsa yo'q. Mana biz aqlimizni ishlatib oyga chiqdik, Marsga chiqmoqchimiz. Uni qildik, buni qildik, insonning hayotini yaxshilash uchun ixtirolar qildik. Hamma yo'qni to'ldirib tashladik. Samolyotlar qildik, poyezdlar qildik, kemalar qildik, kompyuter qildik. Mana hammasi nimaga? Insonni yo'lini qisqa qilishga, og'irini yengil qilishga, unga rohat bag'ishlashga, mashaqqatdan chetlashga xizmat qilyapti. Ana aqlga sajda qilinglar, aqlni ulug'laylar. Aql insonni inson qilgan taraqqiyotga erishgan narsadir deb hozir hammasi bir ovozdan nima chaqiriqlar bilan chiqishyapti. Lekin musulmon ulamolar hammalari, xususan Abu Mansur al-Maturidi rahmatullohi alayhi aytadilar, yo'q, to'xtalaring. Insonni hamma tarafi chegaralangan bo'lgani kabi aqli ham chegaralangan. Aqli ham chegaralangan. Ma'lum narsalarga yetadi, ma'lum narsalarga yetmaydi. Undan keyin aql bilan aqlning farqi bor. Bir jamoada 1000 ta odam tursa, bitta gapni aytsangiz, hammasi men to'g'ri tushunyapman deydi-yu, boshqacha bo'ladi bir-biridan. İnsoniyat hozir mana necha 206 ta davlat bor butun dunyoda. Har bir davlat dunyodagi eng yaxshi davlat menman deydi. Bizga hozir bizga qo'yib bersa, biz ham shunaqa deymiz. Demak, aql aqldan farq qilar ekan. Undan keyin eng ajoyibi, eng afsuslanarlisi insonning aqli xatoga yo'l qo'yadi. Hozir dunyoda zararli narsalarni hamma biladi, lekin qilaveradi. Mast qiluvchi ichimliklar insonning sog'ligiga, iqtisodiga, jamiyatiga, miyasiga, o'pkasiga, yuragiga, jigariga zararligini hamma biladi, lekin chiqaraveradi. Musobaqa o'tkazishadi, har yili oltin medal beradi yaxshi chiqarganiga, ko'p sotilganiga. Ana insonning aqli nimaga olib boryapti? O'ziga qo'yib qo'ysa. Mana g'arbda hozir nima bo'ldi? Bir jinsli nikoh degan narsani o'ylab chiqishdi. Erkak erkakka uylanyapti, xotin xotinga uylanyapti. Ilgari kuni Britaniyaning parlamenti shu qonunni chiqardi. Avval boshqalari chiqargan. İnsanlar dod voy deyapti, birov quloq solmaydi. Erkak erkakka uylanyapti, bir-birini quchoqlab rasmga tushyapti, televizorga olib boryapti, gazetaga chiqaryapti, maqtanishyapti. Biz inson huquqlarini yuqori cho'qqisiga chiqdik deyapti. Xotin bilan shunaqa ish qilyapti. Endi ikkita erkak zakisdan o'tib, nikohdan o'tib, xotin bo'lgan, bola boqamiz deyapti endi. Bola boqamiz deydi. Ota-onasi yo'q bolalarni olamiz. Bu ota-onalik hissini tug'ilgan, hali vijdoni bor dod deyapti ular. Sani qaysi biringni ona deydi bola, bechara. Ikkita ayol bo'lib olib, bitta bolani boqsang, qaysi biringni ota deydi. Bolani kichkinaligidan rasvo qilishasan u, deyishyapti. Yo, bo'laveradi deyapti bular. Ana insonni aqlini o'ziga qo'yib qo'ysa, qayerga boradi?